Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Biz ashaddiy muxlislarimiz mana balkonimizga, durib saysolli balkonimizga to'g'inli naborimizni bitirib ustanovkalarigacha tugatdik. Mana ko'rib turganimizdek, o'ng tomonimizga alohida moychani ustanovka qildik. Suvlari hali bo'lgani yo'q. Mana teylarini ko'rishingiz mumkin. Moychamiz yoniga ikkita buldagi tortma tushirib berganmiz. Endi juda ehtiyot qismlarga tagiga kichkinagina shkafcha bo'lgan. Hop. Bu tomonimizda gazimizni joylab berdik. Ba'zida stolimizni ham e'tibor berib turgan bo'lsalaring, qadriyonning ustigacha ucuz bo'lganmiz. Hop, tegi mana gazimizni tegi ko'rishingiz mumkin. Reklamdan ustanib qo'yiladi. Zotiylarimizni ular ustanovkasini qo'ydik. Bir moykamızda tepasiga katta shkaf. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ishimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa like bosib, kommentariy yozib qo'yishni so'raymiz. Do'stlaringga hamlashib qo'yinglar. Kimga shunaqangi ishlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Belgishlayim, YouTube, Telegram, Instagram barcha kanallarda bormiz. Adres yozishda to'xtamanglar. Biz sizlar uchun xizmat qilishda to'xtamaymiz. Hammaga omad.